Hammaga salom. Men hozir mana Milan shahriga Olimpiya o'yinlari ochilish marosimiga xohlasa chiqib ketyapman. Hammaga salom. Men Milandaman. Kecha qishki Olimpiya o'yinlari ochilish marosimiga bordik, San Siroga. Shuncha mana chiqib hozir endi shaharni aylangani ketyapman. Vaqtimiz ko'p emas. Shuning uchun yulduzli arxitektura yoki yulduzli arxitektorlarga tegishli bo'lgan bir tekka binolarni ko'ramiz. Milanning tramvaylari zo'r ekanda. Yoqdi. Ha, yangisi ham bor ekan, eskisi ham bor ekan. Menimcha eskisi ham ishlasa kerak, jamoat transport sifatida mana yana bittasi ketyapti. Mana qarang, mana bu eskisi, to'g'rimizda yangisi. Hozir Milanning shu biznes markaziga o'xshagan joydaman. Porto Novo degan. Juda go'zal, juda ozoda, juda chiroyli. Qish bo'lgani uchun ko'p daraxtlarda yashillik yo'q, lekin baribir ko'rinib turibdi. Yozda menimcha juda ham chiroyli bo'ladi. Hozir ham juda chiroyli. Yashillik ham bor, daraxtlar barigini tashagan. Umuman men Yevropani agar faqat shaharni his qilib aylanish niyati bo'lgan odamlar uchun yakshanba kunini tavsiya beraman. Shaharni his qilish, lekin ko'rib arxitekturasini tomosha qilish, shahar va городская ткань deydi, ya'ni shahar o'sha strukturasini tushunish uchun yakshanba kuni juda qulay. Odam kam, mazza. Milanda havo zo'r hozir. Mumkinga nisbatan ertalab yomg'ir maydalagan, juda ham bir o'zgacha. Menga juda yoqdi. Menga hozir yoqqan bir binoni ko'rsataman. Bino emas, kompleks. Tushunishim bo'yicha bu ichlarga qaraganda жилой kompleks. Shu yerda yasharmiz. Hozir boshqa vertikalini ham borib ko'ramiz, lekin men hozir shaharda aylanib bir narsaga guvoh bo'ldim. Bu yoqda balkonlarda, terrasalarda, lojjalarda daraxtlar, yashil hududlar qilish Milanni bir o'ziga xos xususiyati ekan. Menga juda yoqdi. Shahar ajoyib. Hozir buni his qilish uchun umumiy hududni shu ishbilarmonlar markaziga, ishbilarmonlar markazini yuragiga kiramiz. Shu yerdan tomosha qilamiz. Hovlisi. Bu yerda ham yashil hudud. Chiroyli qilib qo'yishdi, skameykalar. Ish kuni bu yer qaynasa kerak. Ko'rinib turibdi, juda katta binolar, juda katta pullar aylanadi. Biz bilamiz, Milan Italiyaning eng boy shahri. Katta pul aylanadi. Shuning uchun katta biznes center. Milan shaft arxitekturasi dahshat. Yonimizdagi bino mana shu hududdagi loyihalarni boshqarar ekan. Arxitekturasi juda yoqdi menga, lekin bu yulduzli arxitekturaga kirmaydi. Qarab turganingiz, ko'rib turganingizdek oynadan qilingan yorug'lik, ya'ni kun yorug'idan unumli foydalanishgan, lekin isib ketmasligi uchun yog'och materialdan quyoshdan himoya qilishgan.
svetlari yoqilganda kechqurun juda bir boshqacha bir chiroyli bino bo'ladi. Zo'r. Biz qaraymiz qani bu qotirilganmi yoki quyoshga qarab o'zgaradimi? Yo'q, qotirilgan ekan. Bu davom ettirishgan ekanda bu. Bu kafelar uchun ham qulay ekan. Jamoat hududi yaratilgan. Bolachalar aylangani kelibdi. Turist shekilli Xitoydanmi, Yaponiyadan. Landshaft arxitekturasi bor o'rtada. Shu binolarning oldida juda bir chiroyli landshaft arxitektura qilingan. Mana yozda bir kelish kerak ekan. Milanga yozda kelish kerak ekan. Mana bahorda, yozda yoki erta kuzda hamma joy yashil paydi. Juda ham bir chiroyli bo'ladi. Hozir ham juda chiroyli. Baribir mana qarang, men bilan sarg'ayib qolgan o'tlar. Lekin zo'r. Har xil yondashuv qilingan. Masalan, men buni gabyon deydi, gabyonga o'xshatib qilishgan. O'tiradigan joylari taxtadan. Mana bu yoqda o'zimizda do'lana bo'lardi, shunga o'xshar ekan. Daraxtlar, mana bu yoqda yashil zona. Mana bu yoqda nima qilishgan ekan? Irrigatsiya tizimi. Ya'ni tomchilatib sug'orish. Xo'sh, men o'sha Porto-Novodagi kichik bir bog', landshaft arxitekturasi chiroyli qilingan bog'da o'tiribman. To'g'risini aytaman, men bunaqa yuqori qavatli, nibaskrop deydi, osmono'par binolar shishalar bilan qilinganni juda xush ko'rmayman, yoqmaydi menga. Lekin bu yerda juda bir kombinatsiya qilishgan, kichkina binolar, mana bu daraxt materiallardan, taxtalardan ishlatilgan, umuman keyin yashillikka intilishgan landshaft arxitekturasi atrofidagi chiroyli qilingan. Shuning uchun qandaydir umumiy kompozitsiyada chiroyli chiqqan. Shuning uchun qaysidir ma'noda o'ziga tortadi. Menga yoqdi. Mana tabiat qo'ynida. Yo'qda turar joy kompleksi bo'lgani uchun ham, bolachalar uchun ham maydon qilingan ekan. Mana bog' zo'r qilishibdi. Gulzorda. Mana bu gullarni ekishar ekan. Va gullar shunday bu yoqda tashkil qilingan ekanki, gullari chiqqandan keyin bu yoqda o'ziga bir xos shaxmat doskasiga o'xshab qolar ekan. Va o'sha ranglar gullarning rang-barangligi asosiy g'oya sifatida olingan, asosiy ko'rish mumkin bo'lgan narsa. Zo'r. Ya'ni mana oralab kirsak, tasavvur qiling, bu yoqda gullar chiqqanda qanday chiroyli bo'ladi. O'tirib tomosha qilishga arziydi. O'rtoqlar, men shu Bosco Verticalini binosini oldiga keldim. Men bitta fikr bilan bo'lishmoqchiman. Shu aytmoqchi bo'lgan fikrim shuki, zamonaviy shaharsozlikda, umuman urbanistikami, shaharlarni qurishda yoki yangi shahar, eski shaharda yangicha qiyofasini yaratishda yulduzli arxitektura va yulduzli arxitektorlarning o'rni baland. Masalan, shu Bosco Verticali Milanni hozirgi kundagi ruschada vizitniy kartochka deydi, tashrif qog'oziga aylanib qolgan. Menga o'xshagan, masalan, men Milanga birinchi marta kelishim, lekin hali Milanning tarixiy qismiga borganim yo'q. Birinchi bo'lib kelgan joyim shu, to'g'risi birinchisi kecha San Siro, futbol muxlis sifatida, u ham tarixiy bino va u yerda Olimpiya ochilish marosimiga bordik. Ikkinchi mana Milan markazini aylanish maqsadida chiqqanimda birinchi bo'lib Bosco Verticaliga keldim. Bu soha vakili bo'lish shart emas. Tarixiy markazini kelgan odamlarim Bosco Verticalini ko'rib ketadi.
Bu shuni ko'rsatadiki, hozirgi kunda shu aytganimdek yulduzli arxitektor va arxitekturani o'rni qanchalik balandligini ko'rsatadi. Yana bir fikr bilan ruxsat bersanglar bo'lishaman o'zimning tajribamdan. Shu Yevropadagi, ya'ni Yevropada o'qib ishlab, shu yevropaliklardan o'zimga olgan yana bir tajriba, bu binoni yoniga kelib, masalan, faqat rasm tushib, atrofini 2 minut aylanib ketish emas, ya'ni balki binoni oldiga kelib, o'tirib, tomosha qilib, qanaqa yechimlar bo'lganligi yoki nima maqsadda qilinganligi, nima ko'zda tutilganligi, nimani bizga aytmoqchi bo'lganligi, arxitektordimi, tarixiymi, yangi binomi farqi yo'q. Bu muhim deb o'ylayman. Men shu narsaga hozir oxirgi yillari shunga juda ko'p harakat qilaman. Qayerga borsam ham, mayli shaharda kamroq ko'rarman, boshqa joy binolarini ko'rishga ulgurmasman, lekin bu keyingi safar kelishga yana bir motivatsiya bo'lishi mumkin. Masalan, shu Bosko vertikalida ham kelib tomosha qilganda, albatta bugun kirolmadik, chunki yopiq ekan yakshanba kuni va qish bo'lganligi uchun biz yashilligini to'liq ko'ra olmaymiz. Baribir ham mana shu yerda o'tirib tomosha qilishga arziydi. Milan Duomo'ga keldik. Nima uchun tarixiy markazlarni yoqtirmasligim sabablari bu. Ko'rib turganingizdek, onamni qarang alandir. Lekin juda chiroyli Milanni mashhur maydoni. Juda chiroyli. Umuman Milan menga yoqdi. Bir kun kam ekan. Har qanday shaharga bir kun kam. Keyingi safar 2-3 kun kelib boshqa joylarni ham ko'rish kerak. Zo'r. Milan va Cortina shaharlarida bo'layapti Olimpiada.